Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikafon kanalining a'zolari, navbatda ishimizni ham Xudo xolasa yakunlab oldik. Bu ishimizni Burchak rayoniga ahamiyat beringlar. Bu ishimizni Andijon Zelenamosda yakunlab berdik. Bu ishimiz общий 78 kvadrat bo'lib bitdi. 10 million 140 ming so'mga o'rnatib berdik. Hamma xarajati ichida. Xudo xolasa kimga shunaqa Tunikafondan xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sizlar agarda musofirda bo'lsanglar ham Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Bemalol WhatsApp, Telegramdan ham aloqaga chiqib, sizlar buyurtma bersanglar, sizlarga ham xonadoninglar shunaqa chiroyli ko'rinishda ishlarimizni qilib beramiz. Burchaklarimizga ahamiyat beramiz do'stlar. O'ta ustalarimiz tarafdan bomba bo'lib chiqdi. Inshaalloh bu tayinni yo'q beramiz desak, gipsokardonni yopamiz deyishib, mablag'lari yetarli emas ekan, shu uchun qoldi do'stlar. Agarda mablag'lari ham yaxshi bo'lganda, bu romni ustiga ham chiroyli qilib kasetali qilib, chiroyli o'ta go'zal holda bo'lib bitar edi. Bu ko'rinish ham yomon emas do'stlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib yuboramiz.